Assalomu alaykum. Bir voqea hecham esimdan chiqmaydi. O'zbekistonda do'konim bo'lardi. Ozgina shunaqa savdo ishlarida ham shug'ullanganmiz. Xullas bir kuni o'sha mahalladagi o'rtog'im kichkina qizchasi bilan kirib keldi va aytadiki, "O'rtoq, sani o'rtog'im, do'stim deb qora tortib keldim. Yo'limda uchragan 3-4 ta do'kondan qizimni aldab-suldab olib o'tdim. Yo, ana amakinga boramiz. Amakinda yaxshi shu muzqaymoq marojnilar bor. Deb olib keldim o'rtoq, to'g'risi ozgina puldan qiynalgan joyim bor, puldan siqilgan joyim bor. Ro'zg'orimda bugun uyga kelsam deyarli hech narsa yo'q ekan. Shunga xo'rligim keldi. Nima bo'lsa ham shu o'rtog'im tushunadi deb oldinga keldim. Endi qizimga tushuntira olmadim. Qizim oyligimgacha hali ancha bor." Deganda men aytdimki, "Ye o'rtoq, nima deganing? Bu qanaqa gap? O'zi aslida hozir sen aytayotganing bo'yicha men himmat qilishim kerak. Lekin mana shu holatda dunyodagi ikkita himmatli odam bo'lsa, bittasi sensan. Ya'ni farzanding uchun, jigarbanding uchun qaysidir tuyg'ulardan, g'ururdan voz kechib, shu yergacha yetib keldingmi, demak sen dunyodagi eng himmatli odamsan. Erkak kishining boshida har xil kun bor o'rtoq. Hech ham siqilmagan, hech narsani o'ylamagin. Mana shu farzanding nima yegisi kelsa, shu topda nimani xohlasa, olib ber. Xudo xohlasa qolganini gaplashaveramiz. Umuman muammo yo'q" dedim. Endi u bola shunaqa bolaki, shunaqa endi puldan tortilib qolgan payti albatta qarzini uzadi, boshqa qiladi. Men aytmoqchi bo'lgan narsa, akalarim, ukalarim, opalarim, singillarim, ota haqida gap ketganda, otani eslaganda, otaga munosabat qilganda, agar bu dunyodan o'tib ketgan bo'lsa, uni xotirlaganda shu holatlarni yodingizda tutinglarki, otalarni shunaqangi og'riqlari bor. Hech kimga aytilmagan, ehtimol aytilmas, qabrgacha o'sha o'zi bilan birga ketar. G'ururdan voz kechgan, kimlarnidir oldida egilgan va o'sha o'zidan ba'zi holatlarda voz kechib bo'lsa ham sizlarni yedirgan, ichirgan holatlari bor. Shuni unutmanglar. Salomat bo'linglar.